Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ko'rib turganlaringdek yangi mahsulotlarimiz kelgan, tovarlarimiz. Xo'p. Bu oyoq kiyimimiz nima deyapti? Masala bilan bo'lakcha turadi-da, akalar. Kачествоsi ham juda yaxshi. Xitoy mahsuloti. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonda trikolar. Xo'pda bu ham qanaqadir poyabzallarimiz. Akalar, bu ko'rjaligimizdan tugab yana paftor keldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu kishimning narxlari 255 ming so'mdan. 255 ming so'm. Bemalol telefon raqamlarimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Undan tashqari mana ukaxonlarga mana ichlari mexli. Ko'rishlaringiz mumkin. 255 ming so'mdan bu ham. Yo, menga kaltaroq bo'lsin, teri bo'lsin, kaltaroq bo'lsin deganlar uchun. Padojlari quyma. Shu poliuretan padoj qilingan, tekis padoj qilingan. Ko'rib turibsizlar. Ichlari mexli. Buni ham mana mexli ko'rishlaringiz mumkin. Narxiga kelsak 225 ming so'mdan. Akalar, ko'rjalik, toza poyabzal oyoq kiyim, quyma. Karafan bas qaytarib o'tamiz. Teri bu. Ko'pchilik mana shu ko'rgan bunday ko'rsatib turib boshqa narsa jo'natishadi. Bizda mana shu ko'rib turgan narsalarni jo'natamiz. Xolasiz qoralari bor mana. Boyagini qorasi. Yosh yigitlar uchun ham juda chiroyli, juda bejirim narsa. 255 ming so'm. Mana modeli ham bor. Ko'rishlaringiz mumkin. Akalar, bomba. Bexijolat telefon raqamlarimizni yozib qo'yganmiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin.